Otam bilan jana umrini qo'yaman. Otani o'rni juda muhim. Yig'layman. Biz hozir Xorazmdamiz. 4 yildan beri 2 yetim farzandi va ruhiy kasal qaynisini boqib kelayotgan Dora opani oldilariga keldik. Bu kimniki? Kaynatamın adını verdi. Son kaynağım özün adına makaronu götürüp koydu lazım. Bölüp vermeyecek şu yarasına bölüp vermeyecek mi? Şu cayını. Bu şarayitli tarafını alıp koydu. Biz yani hazır tendir, benim malhanelerimiz bir tarafta. Bu yakta işleme yok hanım. Hocayınız siz neçə ildən bilirsiniz? 5 yıl olaktı. Sizi çıxarayotgan odamların o'zini uyi bormi? Hemmesini öyle cayı var. Ne odamlar bir-biriga mehrsiz bo'lib ketadi? Bilmeyeyim, bize hiç yemeğe yamanlık etmeyiz. 5 vakit namazı kuydet yaşamam. Siz bu yerdan chiqarib yuborsa qanaqa bo'lmaysiz? Öyüm yok beni. Artıkça bolası ki birovnikine barsanız. Bollarım voyaga yetmegen meni. Dep ayta dedim. Cayım halatip beringler meni de. Hazır tinchlik yok. Hammasi yüzümden ala dediler meni. Tirikchilik bo'lasiz, kuningiz qanday o'tadi? Kunim tikuvchilik qilaman. Eng ko'p topsangiz oyiga necha pul topasiz? Haftada bir göйnek tikaman. 10 günde bir göйnek tikaman gel. 40 ming so'm. Alan 40 ming so'mdan tikavdim. Hastalanib qoldim, yine bir oydan beri göynekni tikmadim. Adezlarga nima qilgan? Qismga. O'rtalaringizga yetmagansiz-a? Yo'q, 4 yildan beri aldabman. Sog'liqsizmi adezlar? Boshqa katta odamlarga o'xshab fikrlaysiz. Sizni hayot shunga majbur qildimi? Mustaqil bo'lishni o'rganyapman. Ko'pchilik sir tashlama havas etaman-da. Imkoniyat bo'lsa, oziq-ovqat yoki kitob tanlash. Kitobxon bilim beradi. Bilim orqali hamma narsani topa olaman. Nima orzularingiz bor hayotda? Prezident maktabida o'qishda, Toshkentda Jahon tillari degan universitetga kirasam keladi. Inshaalloh, inshaalloh. Nimalar qilganingiz keladi hozir? Hajab borasam keladi. Bitta tilagim shu. Ota-onasi bor-ku, lekin qadriga yetmayotganligiga qarab nima degan bo'ladi shunaqa bolalar? Ota-onalaringiz qadrini yetinglar. Bir kun mas bo'lgan ota-onalaringiz yo'q vaqtda qiynalib o'tirasizlar deydi. Ota-onasi ravo ko'rgan narsalar boshqalar ravo ko'rmaydi. Birovning ota-onasi yaxshi bo'ladi, boshqaniki yomon bo'lar. Bir ona otadek bo'lolmaydi. Otani o'rni juda muhim. Ko'p sog'inadi qizlarim otasining mehrini. Alloh bilan gaplashasizmi? Aytaman, qiyinchiliklarim o'tib orqada qaytib ketgaydi. Farzandlaringizga hurmatli qachon Alloh xohlagan narsasini olib berasiz. Ko'ngil o'ksimasin deb beraman. No, xohlasalar shuni. Shu paytgacha qarzavaj olib yedirmayman vallarim. Qarz atishdan qo'rqaman. Yetishtirolmay turgan bo'lsam ham vallarim rizqi keladi. Suyunib ketaman keyin. Siz to'lib ketgan paytda chizdigini kimga borib ketasiz? Yo'q, ayta olmayman hech kim. Yig'layman. Farzandlarim yonida yig'lab, ko'zim yoshini ko'rsatmasga harakat qilaman, lekin sezadi. Yig'lamayman. Shorasini hammasi yaxshi bo'lib ketishadi. Sabrli bo'lsangiz hamma narsa bo'ladi. Sabrdagi sariq oltindir. Har bir oila uchun vatan eng muhim ahamiyatga ega. Qorningiz och bo'lsa ham, uyingiz bo'lsa xotirjam yashaysiz. Bu oilamizni 4 yildan beri xotirjamlik nimaligini bilishmaydi va mana shu sizlar ko'rib turgan uydan ayrilishgan. Ular ko'chada qolishdi. Kelinglar biz birga bo'lib shu oilaga bir uy ehson qilaylik. Birgalikda bularni xursand qilaylik. Zero ehsonning mukofoti faqat ehson.